Assalomu alaykum aziz Cherry Urganch obunachilari. Bugun sizlar bilan birgalikda Cherry Arizo 6 Pro Life atmosferniy motorlusini ko'rib o'tamiz. Ushbu avtomobilimizni texnik xarakteristikasini tushuntirishdan oldin salgina to'lovlar haqida ma'lumot berib o'taman. Avtomobilimiz bugungi kunda tan narxi 239 million 900 ming so'm bo'lib, maxsus foyda bilan sizlar istasangiz naqd yoki kredit asosida 214 million 900 ming so'm. Agarda foizsiz bo'lib to'layman desangiz 239 million 900 ming so'mni o'zini xarid qilsangiz bo'ladi. Foizsiz bo'lib to'lash dasturlari esa boshlanish to'lovingizga qarab 1,5 yil muddatdan to 4 yil muddatgacha chiqadi. Buni ichiga olib desangiz 30% to'laysiz oldindan qolgani 18 oyda, 40% to'lasangiz qolganini 24 oyda, 50% bilan 30 oyga, 55% bilan 36 oyga, 70% bilan esa qolganini 48 oygacha bo'lib bersangiz bo'ladi. Hech qanday foizsiz. Lekin e'tibor berasa, muddatli to'lov dasturi o'z tan narxidan hisoblab beriladi. Ya'ni 239 million 900 ming so'mdan chiqadi. Endi avtomobilimizni texnik xarakteristikasini kelib o'tadigan bo'lsak, texnik xarakteristikasida 1,5 lik atmosferniy 4 porsionli motor turibdi. Atmosferniy deganligimiz sababi siz olgandan keyin ham ertangi bir kun hech qanday metan qo'yganingizdan, propan qo'yganingizdan avtomobil garantiyasidan chiqmaydi. Ya'ni tashqi ko'rinishini e'tibor bersak, tashqi ko'rinishlar oblisovkalar Lexus dizaynida ishlatilgan bo'ladi. Bu komplektatsiyamiz birinchi komplektatsiya hisoblangani uchun farlarimiz sariq chiroqlar bilan jihozlangan bo'ladi. Ya'ni led yanmaydi, sariq svetlar bilan, lampochkalar bilan jihozlangan bo'ladi. Avtomobilimiz tashqi ko'rinishini o'zlaringiz baho berib o'tasizlar. Avtomobilimizda 16 razmerdagi diskalar qo'yilgan, yumshoq balonlar bilan ko'rishlaringiz mumkin. Avtomobilda ertangi bir kun balonni almashtirib yurish shart emas. Diskoy tormojeniyada bo'ladi, 4 ta. Keyin avtomobilimizning eshiklarida beskulchoy do'stliklari. Salonning ichini ko'rib o'tasizlar. Salonning ishlari keng. Oldingi o'rindiqimiz даже shunchalik место bor. Endi chaklam keng desangiz, masalan, o'zimda sinab beraman. Sal oldin o'tirdim, shunchalik joy bor. Misol, normalniy o'tirish uchun qo'ydim. Shundan normalniy o'tiribman. Endi orqa tarafini ko'rib o'tamiz sizlar bilan birgalikda. Arkasına e'tibor beringlar, challi место ochiq qolgan. Oldingi mestani ko'rishingiz mumkin, oyatdan challi joy ochiq turibdi. Ya'ni ushbu avtomobilimizda 3 kishi bemalol arkasida o'tirib ketsa bo'ladi. Hech qanday bir-birini qisib qo'yish, xalaqit berish bo'lmaydi. O'rindiqlarimiz udobniy, ko'rganlaringizdek hammasi kojinniy. Oldingi 2 o'rindiqimizda obogrev sistemasi ham mavjud. Ya'ni qishki kunlari qizdirib beradi sidenyalarni. Arkalarımızda görərsəyiz bo'ladi. Barimizda deflektorlari bor. Konditsioner ishlatganimizda arqa taraf ham cho'rni o'zini urib berib turadi. Endi bakimiz 48 litr bo'ladi. 48 litr yoqilg'i bilan o'rtacha avtomobil shahar joyina 8 litr atrofida benzin rasxod qiladi. 100 kilometrga trassa rejimida esa o'rtacha 4,5-5,5 litr atrofida rasxod qiladi. Ushbu Life komplektatsiyamiz ham arqa turbina motorlariga o'xshab Eco va sport rejimlaridan harakatlanib biladi. Arqa bagajliklarimiz 482 litr ob'yomga ega bo'ladi. Endi yon tarafidan kelsak, ko'rishlaringiz mumkin, eshiklarimizda beskulchoy do'stlikni tugmalari o'rnatilgan bo'ladi. İçki interyerini to'xtalib o'tsak, rulimiz elektrousilitilniy, torpedamiz kojinniy qoplangan. Eshiklarimiz ham koja plastik aralash kombinatsiyada ishlatilgan bo'ladi. Oldingi qismida shopper tarafni oyna regulirovkalarimiz, bu yerda bokoylarniki, bu yerda lampochkaniki, EcoSport knopkamiz, rejimlarni almashtiradigan masalan, yomg'irli, loyli, qorli kunlarda doyib ketmasligi uchun stabilizatsiya knopkalarimiz o'rnatilgan bo'ladi. Avtomobilimizda
avtomatiskiy upravleniyasi bor. Lampochkalarni avtoda istasangizlar, ближний, дальний qo'ysangizlar bo'ladi. Keyin dvorniklarimiz ham avtoda. Bu ya'ni datchikimiz o'rnatilgan. Datchiklarda yomg'ir, qor yog'ganda istasangizlar avtomatiskiy o'zi tezlikni belgilab qo'ysa, ishlab turadi. Aytganimizdek, multirul, cruise kontrolimiz, multimedia knopkalarimiz monitor bilan uzviy bog'langan holatda ishlaydi. Keyin bu yerda USB portlarimiz o'rnatilgan bo'ladi. Konditsionerimiz bor. Avtomat korobka, ruchnoy tormozlarimiz ham, elektronniy avtoholtimiz ham bor. Eng keraklisi kattagina barimiz bor. Ushbu avtomobilimizda lyuk yo'q, lekin eng asosiysi qishning kunlarimi, yozning kunlarimi uyda o'tirib ham o'zini pultidan zavod etsangiz bo'ladi. Yanada to'liqroq ma'lumot kerak bo'ladigan bo'lsa, bizning Cherry Urganch avtosalonimizga tashrif buyursangizlar, ushbu avtomobillarimizda test drayvimiz ham bor. Bemalol haydab ko'rasiz. Keyin istasangiz o'zlaringizni mashinalaringiz bo'lsa, kelsangiz, trading xizmatimiz ham bor. Almashtirib, o'rnini toza mashina minib kelsangizlar bo'ladi. Hammangizni Cherry Urganch avtosalonida kutib qolamiz.